kartoshkadan, qog'oz stakanlardan bir martalik ishlatiladigan idishlarda turli xil buyumlar yasab ko'rdik. Mana Nigorani qo'lida bir martalik qog'oz stakandan qalamdon yasadi. Mana chiroyli bezaklar berdi, hayvon shakliga keltirib, bolalar uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Dianani qo'lida mana bunday katta, endi bizdagi baklashka kichkina edi, kattaroq baklashkani gultuvaga yasash mumkin. Turli xil shakllar berib, gullar o'stirish mumkin, ichiga tuproq solib. Mana bu esa qushlarning ini, o'sha donxo'rak vazifasini bajaradi. Gulruhning qo'lidagi esa o'sha qog'oz stakandan savatcha yasadi. Mana bu yerda ko'rsatib o'tdik. Qanday yasalish jarayonlarini reja tuzib oldik. Endi darslarda, texnologiya darslarida bulardan foydalansak, bolalarni birinchidan kreativlikka, ijodkorlikka, mustaqil ishlashga o'rgatamiz, mehnatsevarlik qobiliyatlarini shakllantiramiz. Yana bolalarga estetik misol uchun foyda keltiradi bu narsa. O'sha qushlar bolalarga mavzudan kelib chiqib, qushlar bizning do'stimiz mavzusida mana shunday donxo'raklar, qushlarning inini yasasak ham qushlar uchun foydali, tabiatga foyda keltirishini tushuntirib o'tamiz.